odamlarni ikki toifaga bo'lish mumkin. Birlari pensiya yoshiga yetganlar-u, qolganlari shunga da'vogarlar. Ishlama deb naqdgina pul to'lab turiladiganini pensioner deb ataladi. Qarilik har kimning boshida bor. Shuning uchun keksalarni hurmat qilish ham qarz, ham farz. Zero baxti kulgan kishilargina keksalik gashtini suradi. Nikolay Sergeyevich Myachkov bilan uning do'sti Vorobyovning baxti kulgan ekan. Bordiyo Valentin Petrovich bugun ishiga oxirgi marta kelayotgan bo'lsa, Nikolay Sergeyevich o'z ko'nglida har kungidek xizmatiga kelib ketmoqchi. Salom. Salom. Nikolay Sergeyevich, Poyavzal magazinini o'marishdi. Bir otliq ayollar polka yetib ortadigan etiklari o'g'irlangan. Demak, hali ayollardan ham otliq askarlar chiqqan ekanda. Uzr, unutibman, siz axir hazilni ko'chasidan ham o'tmagansiz-ku. Kechirasiz, hazillashganingizni bilmabman. Yuzingizga chipqon chiqdimi? Arzimagan narsa, banditlarni o'qiyalab o'tdi. Hozir operativ mashinani chaqiring, birga jo'naymiz. Tushunarli. Alo. Salom, Figayev. Yaxshimisiz, Andrey Nikonorovich? Xo'sh, ishlar qalay? O'g'irlarni tutayotimiz, Andrey Nikonorovich. Yaxshi, senga yordam uchun bir odamni yuboryapman. Uni ishga joylab qo'y. Qanday vazifaga? Qo'rqma, sening o'rning emas. Tergovchi qilib olsang bas. Lekin bo'sh joyimiz yo'qda. Topasan. Gap shu, tergovchi bo'lasan. Hozircha menda durustroq ish yo'q. Yaxshimisizlar? Ertalab kelsak, eshiklar berk, plombalar joyida, derazalar butun, qulflar buzilmagan. Magazinda esa 200 juft ichi momiqli golland etiga yo'q bo'lgan. Narxi qanaqa edi? Bir jufti 70 so'm. Gollandiyaniki deng. O'zimizni fabrika chiqargan etiklar o'g'irlanmagan. Kalit doim yonimda yuradi. Uni hech kimga ishonmayman, chunki butun mollarga men javobgarman. Darvoqe xotiningizga ichi momiqli golland eti kerak emasmi? O'g'irlanganidanmi? Yo'q, o'g'irlamay qolgandan. Rahmat, keragi yo'q. Pyotr Pyotrovich, illat mana bu yerda. Iltimos, chetga o'tiring. Bilasizmi, bunday qarasam, linoleum ko'chib qolgan. Bunda bir gap bor dedim. Mana. Qani ochaylik-chi. Qarash oling. Pastga tushish kerak. Fonarni unutibman. Mana uni o'shay. Nikolay Sergeyevich, siz bilan gaplashadigan juda muhim gapim bor. Bu yerdan boshqa joy qurib ketganmi? Shu yer juda ham qulay. Qolaversa, siz bilan biz qorong'ida qo'rqmaymiz. Aytingchi, qachon pensiya chiqmoqchisiz? Nimaga? Har holda shoshmay to'xtang. Axir salonni ham o'ylash kerak. Sopa soman. Oyog'imni qo'ying. Ishni arang eplayapsiz. Keyingi 2 oy ichida bironta ham jinoiy ishni ochganingiz yo'q. Yo'q, nega unday deysiz? Qisqichbaqalarning saralangani to'g'risidagi ishchi. Shaxsan o'zim 13.820 tasini santimetrlab o'lchab chiqdim-ku. Ha, bu juda og'ir ish edi. Shunda sizning belingiz chiqdi-da. Menimcha bu o'rinsiz askiya. Nikolay Sergeyevich, nafasingiz tiqilib qolyapti-ku. Etagimdan tortmang. Shoshmang. Yumshoq narsalar bosib oldim. Chamanda etika o'xshaydi. Gaqib beringchi. Ichi momoq. Bundan chiqdi mana shu yo'ldan ketishibdi. Olg'a. Engashing. Nikolay Sergeyevich, siz baribir pensiyaga chiqish to'g'risida ariza bermasangiz bo'lmaydi. Undan chiqdi, meni bo'shatargansizda. Nimaga endi bo'shtar ekanmiz? Yomon ishlaganim uchun. Damasini boshsizda. Ha. Bordi ishni do'ndirganimda. Meni bo'shatmasmidingiz? Turgan gap.
Unda shu ishni menga topshira qoling. Endi bu ishni qiyin joy yo'q. Etiklarni mana shu yo'lni biladigan kishi o'g'irlagan. O'g'rini topish axborotingiz uchun ta'bir joiz ko'rilsa, bir nafasli ish. Unda menga boshqa ish topshiring. Ketgim kelmaydi. Uyda zerikib o'laman-ku. Xo'p, mayli. Bo'pti. Bir oy ishlab turing-chi. Agar o'zingizni ko'rsatsangiz, yana gaplashib ko'ramiz bu xususda. Men o'zimni ko'rsataman. Qo'limdan ko'p ish keladi hali. Kishilarni pensiyaga uzatish ta'sirli va tantanali vaziyatda o'tadi. Shu kuni barcha hamkasblar pensiyaga chiqayotgan kishini siylashadi, ardoqlashadi. Uning haqida nuqul maqtov so'zlari aytishadi. Qadrli Valentin Petrovich, bir oyda 2 marta maosh to'lanadigan kunlari Vedimizda sizni familiyangizga ko'zim tushmasligini o'ylab, yuragim tutsepgandek aytishyapti. Buxgalteriyamiz nomidan mana shu arzimas sovg'oni qabul eting. Valentin Petrovich, azizim, aqlim bovar qilmaydi. Bu qanday gap? Ertaga ishga kelsam-u, seni ko'rmasam. Plan bo'limizni arzimas sovg'asini qabul et. Do'stim Valentin Petrovich, axir nima sababdan Elbrutdan yerga ko'masan injenerlik salohiyatingni? Agar bilsang, bizga doimo seni ilg'or g'oyalaring, ratsionalilik takliflaring madad berardi. Sensiz texnika bo'limining ishi xullas juda ham og'ir bo'ladi. Qadrli Valentin Petrovich, biz yoshlar ozmuncha maslahat oldikmi sizdan? Siz o'z tajribangizni hamisha biz bilan baham ko'rdingiz. Bugun yetimga o'xshab qoldik. Rahmat, budalalar. Qadrdon Valentin Petrovich, men uchun bugun xuddi motam kunidek gap. Biz sen bilan rosa 30 yil ishladik. Sen mening o'ng qo'lim eding. Uni shafqatsizlarcha kesib tashlashyapti bugun. Iloji qancha Valentin Petrovich, ijozat eting. Ministr imzo chekkan buyruqni sizga topshiray. O'ylaymanki, kollektivlaringiz Valentin Petrovichning ketishini mehnatda yangi g'alabalar bilan kutib oladi. Darvoqe po'lat ishlab chiqarish sanoati siz qanday qilib ham muvaffaqiyatga erishardi. Ministr referent hazillashdi albatta, biroq yubilyar hazilni tushunadigan ahvolda emasdi. Kishi qachonki hazil-huzuldan yiroq bo'lsa, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan ishlarni qilishi mumkin. O'rtoqlar, juda hayajondaman. Shunchalik meni yaxshi ko'rishingizni bilmagan ekanman. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Shoshqaloq qilgan ekanman. Men buni hozir sezib qoldim. Albatta, men sizlar haq gapni aytdingizlar. Men injenerlik talentimni yerga qo'ymasligim kerak. Men hali ko'p foyda keltirishim mumkin. Men iqror bo'ldim. Sizlarga kerak ekanligimni tushundim. Mayli yuragim xasta bo'lsa ham, 60 ga kirgan bo'lsam ham, dam olishga haqqim bo'lsa ham, lekin pensiyaga chiqmayman. Yoningizda qolaman. Marhamat. To'xtang. Avvalambor men sizga bu jezni emas, kofe idishini beraman. Buni plan bo'limi sovg'a qilgan edi. Afv etasiz. Ikkilamchi bu idish direktor fondi hisobiga xarid qilingan. Uni cheklab tashlay olmayman. Uchinchidan esa xo'sh bu matahni nima qilishim kerak? Deponentga o'tkazib qo'ya qoling. Siz nima sovg'a qiluvdingiz? Ministr buyrug'ini sovg'a qildim. Hech qisi yo'q, hamma byurolar ham bajarilavermaydi. Fahmlashimcha bundan chiqdiki, Valentin pensiyaga chiqishdan bo'yin tovlayapsan shekilli, shundaymi? Kollektiv menga suyanar ekan, men ham albatta kollektivga suyanaman. Hech kim seni zo'rlagani yo'q, o'zing berding arizani. Qolaversa, o'rningga boshqa odamni ishga tayinlab qo'ydim. Shunchaki bu haligi marosim edi.
Demak, siz bizga qiyin bo'ladi deb tilolmalik qilishdi demoqchimisan. Yo'q, bunday demoqchi emasdim. O'rtoqlar, meni pensiyaga chiqib ketishimni chindan ham istamaysizlarmi? Qolishimni rostdan ham xohlaysizlarmi? Ko'rdingmi, odamlar to'g'risida qanday yomon fikrda ekansan? Nega qarang, Valentin Petrovich, ziyofat nima bo'ladi? Men sizlarga ochiqini aytsam, ziyofat hozirlanmaydi. Unda bu ziyofat nima munosabat bilan bo'ladi? Meni pensiyaga chiqmasligim munosabati bilan. Xo'sh, qanday o'tdi? Ajoyib o'tdi. Tabriklang jononlar, meni jo'natishmadi. Nega jo'natishmadi? Shundoq. Oyog'imga yiqilishdi. Rozi bo'laverdingmi? Qo'limdan nima ham kelar edi. Ziyofat nima bo'ladi? Shu chekmaylar hammalari kelishadi. Bema'nilik. Qanday jur'at yetishdi? Yuraging xasta-ku. Tushunsak. Ministrning referenti atay kelib siz korxonaning safar kutishi amri mahol deb o'z og'zi bilan aytdi. Ya'ni mensiz. Xolisonlar aytsam, Fedayevning gapi to'g'ri. Hech narsaga yaramayman. Oilani bekorga olyapman. Yolg'iz sen emas. Taskin bermay qo'ya qol. Qani endi men katta bir jinoiy ishni ochib tashlasam. O'zingni qo'lga olgin, och shunaqa ishni. Qayerdan olaman bunaqa jinoiy ishni? Fedayev menga ish topshirmayapti. Sen o'z qadringni bilmaysan. Sen halol, pulga sotilmaydigan odamsan. Sizlarning ishingizda bu eng muhimi. Fedayev sendaqalarni dumini tugaversa, bunga qanday chidash mumkin? Yo'q, men bu ishni shunday qoldira olmayman. Qancha muhlat berdi senga? 1 oy. Bo'pti, shu vaqt ichida Fedayevingni tavbasiga tayantirib qo'yamiz. Qanday qilib tayantiramiz? Birpas fikrim bo'lmay tur. Xo'p, yaxshi. Men borib mashaga idish tovoq yuvishga qarashay. Xotin kishiga o'xshaysan deb bekorga aytmaganman. Mashinka, tekin yordamchi kerak emasmi senga? Bo'lmasam Kolya, oshxonaga kirganda Anna Pavlinaga qarash. Tushunadigan pishiq puxta, sabr qanoatli ayollardan edi. Uni na eri, na savodi bor edi. Nachora. Taqdir uning hayotini shu yo'lga solgan. Meni sizga yordamga yuborishdi. Idish tovoq yuvishni bilasizmi? Afsuski bilaman. Unda mana buni tutib oling. Obke. Xo'p, ketdik. Bo'lmasa ishga ko'mib tashlashadi. Biz ketdik, oyi. Yaxshi. Bog'achini bog'lab qo'ysangiz. Hozir. Nima deysan? Buyoqqa chiq. Kechiring. Anna Pavlovna. Hozir kelaman. Yaxshi. Seni ishda olib qolishlari uchun sen oddiy bir jinoiy ishni emas, jahon shumul jinoiy ishni ochmog'ing zarur. Gapingga qo'shilaman. Selyotga solingan likopchani yuvib bo'lmaydi issiq suvda. Yo'q. Sovuq bilan sovuq suvda yuvish kerak. Yog'lilarni esa issiq suv bilan yuvavering. Nima idish tovoq yuvuvchimisiz? 5 yildirki shu ahvol. Xotinim o'lgandan beri. Bilmabman, kechirasiz. Buyoqqa. Kechiring meni. Jahon shumul jinoyat. Ko'chada yotmaydi, uni uyushtirish kerak bo'ladi. Shunday jinoyatni modomiki sen ochar ekansan, uni shaxsan men uyushtirishim kerak. Bilding? O'ylab gapiryapsanmi? Nima edi? Unda seni qamab qo'yishga majbur bo'laman-ku. Turmaga toqatim yo'q. Bu siz bo'lmaydimi? Yo'q. Biz odamning qadr-qimmati uning yoshiga bog'liq emasligini isbotlashimiz kerak. Yana bir o'ylab ko'rindi. Xalades bugun juda zo'r bo'pti-da. Lekin men uni Mariya Texnunidan boshqacharoq tayyorlayman. Bozorga boraman-da, buzoni oyog'ini olib, o'sha yerdayoq maydalab choptirib olaman. Chunki uyda maydalab chopishga imkon yo'q. Keyin sabzi piyoz solib qaynataman. Rosa 5 soat qaynaydi. Shuning uchun faqat dam olish kunlari pishiraman. O'shanda ham mehmonlar kelsa, o'zim uchun erinaman. Men ham o'zimga bo'lsam halol keladi. Bilasizmi, sho'rvasini likoplarga solganda xushbo'y bo'lishi uchun sarimsoq, qalampir solib, undan keyin yana men ehtiyot bo'ling. Keyin yana men ukrop solaman.
juda lazzatli bo'ladi. Ha, lekin men tog'dan tayyorlanganini Menga xush qara ko'raman. oshpaz. Men uni Bu yoqqa yur. men tovuqni olamanda, Yo'lini topdim. Men jinoyat qilaman-da, sen uni oshasan. Lekin meni tutolmaysan. Jinoiy ishni ochib jinoyatchini topmasa, o'sha ham jinoiy ish bo'ptimi? Bu yog'ini o'zing o'ylab top. Yo'q, jinoyat o'ylab topish qo'limdan kelmaydi. Qiziq, butun umr jinoyatchilar bilan oshqatoq bo'lib yurib, hech narsa o'rganmabsan-da ulardan, ha? Buni xayr, ko'pdan ko'p rahmat sizga Valentin Petrovich. Xo'p, xayr bo'lmasa. darrov ketyapsizmi? Ha, yordamingiz bilan hammasini bir pasda saranjom qildim. Kuzatib qo'ysam maylimi sizga? Mayli, kuzatib qo'ya qol, Kolya. Juda ham uzoqda turadi, adashib qolmasin. Rahmat sizga. Juda ham yaxshi o'tirdingiz. Yaxshi qolinglar. Xayr. Nimaga paltosiz chiqdingiz? Chunki juda chiniqqanman. Meni plashimni kiyib oling. Hech-da. Qolaversa, meni kuzatib ovora bo'lmang. Bu yerdan juda uzoqda turaman. Kechasi allamahalda qaytishingizga to'g'ri keladi. Keyin transport ham yotib qolgan. Hech qisi yo'q. Piyoda yurishni foydasi ko'p. Vrachlar yotish oldidan sayr Yo'q, qilishni tavsiya rahmat. etishgan. Men umuman shu yerda turaman. Mana bu yerda. Yo'q. Rostdan shu yerda turasizmi? Ha. Rosa laqillatdinglar-ku. Qanaqasi bo'ldi? Axir men o'g'lingiz Volodiyani juda ham yaxshi bilsam-u, siz bilan endi tanishsam. Ularniki tez-tez kelib turaman. Nachora. Nasib qilmagan ekan ilgari uchrashish. Bundan tashqari ko'proq kechalari ishlayman. Ha, shuning uchun ekanda. Xo'p. Yaxshi qoling. Yaxshi yotib turing. Nikolay Sergeyevich. Anna Pavlovna. Yaxshi yotib turdingmi, Kola? Rahmat aka. Tunni bekor o'tkazmadim. Uddalasa bo'ladigan jinoyatlar ro'yxatini tuzib chiqdim. Kir. Bilasan mashina? Xo'sh. Agarda men bironta suvoqchimi yo bo'lmasa novvoy bo'lganimda, pensiyaga chiqishni istamay, o'sha kishi kechalari yashirincha kunjutli non yopganimda, hech gap bo'lmasdi. Xo'sh. Tabiiy deb bilishardi buni. Lekin tushun, sen jinoiy ishga boshlayapsan axir. Kashb-koring shunchalik nozik ekanligiga men aybdor emasman. Afv etasan-u, takliflaring esini yegan odamlargagina asqotishi mumkin. Hozir men senga ro'yxatni o'qib beraman. Ro'yxat? Ha. Buni tuzib chiqish menga juda ham qiyin bo'ldi. Qotillik, zo'ldash, qurolli o'g'irlik, shpionliklarni bu ro'yxatga qo'shmadim. Shunisiga ham qo'lloq. Quloq sol. Xo'sh, birinchisi, mashina o'g'irlash, mashinani qaytarasan, meni topmaysan. Shunga kelishamiz. Ya'ni o'g'irlangan narsani qaytarasan-u, jinoyatchini topmaysan. Bilding? Ya shunaqa. Nima mashina haydashni bilasanmi? Yo'q, sen haydaysan. Men ham bilmayman. Qanday qilib o'g'irlaymiz? Demak, bunisi to'g'ri kelmaydi. Xo'sh, endi ikkinchisi. Ye bo'ldingmi? Ha, rahmat, gap bunda emas. Uyimdagi jihozlarni bitta qo'ymay o'marib ketaman. Qayoqqa? Senikiga yo dachaga borib qo'yamiz, so'ng uyimni o'g'irurdi deb ariza beraman. Keyin sen o'sha javoblarni topasan, o'qiymi? Ha, to'g'ri kelmaydi. Yaxshi, bo'lmasa Anna Pavlovnani tunaymiz. Bu meni eng oxirgi 3-taklifim. Qanaqasiga? Uni men yolg'ondek ham tunayman. Axir u inkassator-ku. U bilan kelishib olaman. Qo'lidagi pulli xaltani menga beradi. Bu yog'i o'ylaganimizdek bo'laveradi. Xotin kishini tunashingga yo'l qo'ymayman. O'zing ham tani sog'liq yoqmagan mujmal odam ekansan. Hamma aytganlaring bema'nilik. Menga qara, og'iringni yengil qilgan keldim, ammo xafa qilding meni. Bunga o'zing aybdorsan. Battar bo'l. Chiqaver pensiyangga. Qamoqqa tushgandan pensiyaga chiqqan yaxshi. O'zi ayni sendaqalarini sud qilish kerak. Sen jamiyat uchun xavfli odamsan. Sen bedavosan. Sen bedavogina emas. Sen cholsan. Sen haq ekansan. Avvalgi takliflarim 2 pulga qimmat ekan. Endi ko'z ko'rib, quloq eshitmagan bir narsa o'ylab topdim. Qani bu yoqqa yur. Qayoqqa? Muzeyga. Muzeyda pishirib qo'yibdim. Uni ustiga xizmatdaman. Baribir ishingda pasha qo'rib o'tiribsan. Qani bu yoqqa. Bosh nimaga endi pasha qo'ribganman? Yo'q, muzeyga bormayman. Zo'rlab bormoqchimisan? Namuncha muzeyga borishdan qo'rqmasang. Muzeydan emas, sendan qo'rqaman. Qani bo'ldi, yur. Omadimiz chopsa, Rembrandtni o'maramiz. Rembrandt emas, Rembrandt. Ha, mayli. Xo'sh, qaysi zalga kiramiz? Shaxsan men
impressionistlarni yoqtiraman. Juda soz. Sen jahannamga detsang ham kiraveraman. Yaxshi haykaltaroshmi mana u? Moyal. Bumi? Ha. Har holda u Michelangelo bo'lmasa ham, ammo yaxshi san'atkor. Tushunarli, yamonini bu yerga qo'yishmaydi. Meni shu yerda kutib tur. Kechirasiz. Mana u mayda haykalchalarni o'g'irlab ketishlardan qo'rqmaysizlarmi, ha? O'g'irlab ketishdi bittasini. Lekin chek qo'yildi bunga endi. Hamma haykalchalarni endi yopishtirib qo'yganmiz. Qanaqasiga yopishtirib qo'ygansizlar? Bu juda oddiy, issiq havo yordamida. Rostdan. Ha. Rahmat. Arzimaydi. Haykalchalar bizga to'g'ri kelmaydi. Ularni yopishtirib qo'yishgan ekan. Juda yaxshi bo'pti-da. Endi hech kim o'g'irlab keta olmaydi. Sen mana unga qara, naqadar ajoyib. Nimasi ajoyib ekan? Bahaybatligini qara. Asarni katta kichikligiga qarab baho bermaydilar. Keyin meni o'z holimga qo'y, yaxshilab lazzat olmoqchiman. Bu yerga lazzat olgani kelganimiz yo'q. Shaxsan men bu yerga san'atni yaxshi ko'rganim uchun. Yaxshi, yaxshi. Ana shunaqa. Men sevgan surat. Mana. Meni bu yerga olib kelganing uchun rahmat senga. San'at bilan aloqani hech ham uzmaslik kerak. San'at qadr-qimmatini yo'qotmaydigan yagona narsa. Men senga ishonaman deding, juda ham o'tkir. Rostmi? Na. Lekin sal kattaroq bo'lsa ham mayli, shunisini o'maraveramiz. Surat o'g'irlashni xohlamayman. Nima shang'illaysan? Shang'illayman. Dod solaman. To'xta deyman, to'xta. O'zingni bos. Bo'lmasa yur, Rembrandt ko'rgazmasin, tomosha qilamiz. Xo'p, yaxshi, boraman-u. Lekin yana haligi gapdan og'iz ochadigan bo'lsang, og'iz ochmayman. Tenta ekansan, xudo haqqi, qani yura qani. Chog'roq suratlar uchta ekan. Yana boshladingmi? Qani aytchi, senga ko'proq qaysinisi yoqadi? Ana u zirak taqiyotgan qizmi yoki mana u yigitni portretimi? Aytmayman. Qo'shaychi, qo'shaychi. Qizni olib ketish oson. Lekin yigitni ramkasi chiroyli ekan. To'g'ri, o'g'irlaganga yarasha Rembrandt asarini o'g'irlash kerak. Mana shunda chindan ham olam shumil jinoyat bo'ladi. Kola. Kola, kola. Haqiqiy zamonaviy kinematograf bosh qahramonni har on, har daqiqa ta'qib etib, dahshatlarni, aloq-chaloq tushlarni, alahsilashlarni chetlab o'tmaydi. Faqat shular yordami bilangina zamonaviy kishining qal'a yangliq mustahkam ichki dunyosiga kirish mumkin. Ma'lumki, dahshat har turli, rangli va oddiy bo'ladi.
esa dahshatli siylovi. Nikolay Sergeyevich, marhamat tanishib qo'ying. Yuriy Evgenich Proskudin. Iltimos, ish bilan tanishtiring. Meni o'rningizga yuborishdi. Avlodlar joy almashadi. Nega endi meni o'rnimga? Endigina bir jinoyat esiga tushib, uni ochay-ochay deb turdim. Chollar. Tinib tinchimaslar. Shayton bilan og'aynimisizlar deyman. Og'aynim yo'q meni. Shunchaki ko'chma ma'noda gapirdim. Ma'zur tutasiz. Nima, yuridik ma'lumotingiz bormi? Hozirgi kunda buni nima ahamiyati bor? Qayerdan o'tkazishyapsiz sizni bizga? Raisabez boshlig'i edim. Qani bo'ling, tanishtiring meni ish bilan. Iloji boricha qisqa qiling. Sizni yoshingizdaglarim bilaman. Ezma bo'lishadi. Sizni Raisabezdan nima uchun haydashdi? Tergovchiga hamma gapni ochiq aytish kerak. Bo'lmasa baribir tagiga yetadi. Omadi kelmadi. Ishkilikbozlikka qarshi kurash ochildi. Demak, og'ayni aroqxo'r ekansizda. Yo'q. Shunchaki biroz. Hozir kim ichmaydi deysiz. Tashvishlanmang. Uzoq turmayman bu ishda. Vazifa men bo'pmas. Oyligi ham kam. Shunchaki vaqtincha boshpana. Unda meni siz jon saqlab qolishingiz uchun bo'shatishayotgan ekanda. Balki xabaringiz yo'qdir. Meni bu yerga Andrey Nikonorovich yo'lladi. Oshna og'aynigarchilik hidi bilinib turibdi. Petya to'pponchani berib tur. O'qlangan emas Nikolay Sergeyevich. Shunisi yaxshi bo'lmasa otilib ketishi mumkin. Xavfli jinoyatchimi? Xavfli ham gapmi? Tur o'rningdan. Hazilingizni yig'ishtiring. Tur. Qo'lingni ko'tar. Esingizga yetdingizmi? Qani oldimga tush. Qani? Ha? Petya. Bu taviyani yaxshilab tanib ol. Bu yerga ikkinchi kirgizma. Yes, qarab tur, chol. Hali ko'rsataman senga. Otib qo'yasan-ku. Alo. Vale. Borib muzeyni uramiz. Ko'la. Bo'lmasa 20 minutdan keyin muzey darvozasi oldida uchrashamiz. Maylimi uyingizga kirsam? Bemalol. Lekin uyim sarishta emas, kutmagandim sizni. O'zim ham kelmoqchi emasdim. Agar muzey ochiq bo'lganda, kelmagan bo'lardim sizga. Muzeyga bormoqchimidingiz? Dam olish kuningiz ekanda. Meni emas, muzeyni dam olish kuni ekan. Idorada endi qiladigan ishim yo'q. Birov kirib o'tmoqchi edi. Yaxshi qilibsiz. Bemalol kiravering. Sizga nima qildi, a? Rangingizda rang qolmabdi-ku. Anna Pavlovna, esim kirarli chiqarli. Joyida emas. Bunday holatda odam o'zini o'zi idora qila olmasligi mumkin. Siz agar hozir dilimdagini sizga aytmay, fikrimdan qaytsam, bilib qo'ying, keyin aytmayman, odatimni bilaman. Men kechirasiz, gapim bo'lmay, hammasini aytib olay. Yaxshi. Faqat o'zingizni tutib oling. Oldinga chiqing. O'tiring mana bu yerga. Bilasizmi? Keling, yaxshisi avval choy damlab chiqay. Siz birpas o'tira turing. Tegmang. Yo'q. Fikrim bo'lmay. Chalib qolaman. Men bir nozik gap aytgani keldim bu yerga. Tushunaman. Qanaqa ekan? Nimani aytmoqchi edingiz? Menga erga teging demoqchiman. Nimasiga tushunmaysiz buni? Qanaqasiga? Axir men sizni atigi 3-marta ko'rishim-ku. Nima qilibdi?
Lekin o'g'lingiz Volodjani men anchadan beri taniyman. Xo'p deyolmayman. Darrov xo'p deyolmayman. Umuman bu kishiga qiziq tuyular ekan. Yo'q, siz menga juda ham yoqasiz, lekin sizga tegishimga bu sabab bo'la olmaydi-da. Keling, biroz sabr qilib turaylik. Yaxshi, men biroz sabr qiling. Gapingizga qo'shilaman. Hozir o'zim ham uylana olmayman sizga. Haqqim ham yo'q. Menga shuning uchun ham keyinroq tegishga rozilik bering demoqchiman-da. Agar ishlarim to'g'ri bo'lib ketsa. Nimanidir yashiryapsiz? Sir bor, ayta olmayman. Bu birovning siri. Nima? Mazam qochdi shekilli. Siz bu yoqqa yotib birpas orom oling. Hozir sekinroq. Qani. Javobingizni eshitganim yo'q-ku. Ayting tezroq. Siz birpas orom olishingiz kerak. Bardam bo'lishingiz kerak. Bitta uxlab oling. Tush odamlar uchun juda zarur. Hatto ro'yobga chiqmaydiganlari ham. Odamzod faqat tushidagina o'zini ilgarigidek novqiron, abjir his etadi. Osmonda burgutdek parvoz etardi. Bekordan bekorga emas. U sariq mashinani izlaydi. Bu mashina unga suv bilan havodek zarur. Miyachkov hatto tushida ham fabrikaga moddiy zarar keltirganidan afsus nadomat chekdi. Borish oldidan qaroqchichollar tun bo'yi mijja qoqishmadi. Qimmatli Anna Pavlovna, siz bu samimiy satrlarni o'qiyotganingizda men qamoqxonada o'tirgan bo'laman. Men zo'raki jinoyatchiman. Shaymisan? Yo'q. Qo'rqayapsanmi? Bu ishni qaltisligini bilasanmi? Agar ishimiz barbod bo'lsa, 15 kunga qamashadi deb o'ylaysan. Yo'q, xomtama bo'lma. Bizga 15 yil berishadi. Yuriy sifatida aytyapman buni. Bilasanmi, osilsang balandroq odamga osil deganlar. Lekin bu mudhish jinoyatni biz meni pensiyaga daf qilishayotgani uchungina qilganimizga baribir hech kim ishonmaydi. Qo'ysangchi, bu ishni boshlashga boshlab qo'ydim. Endi o'zimni to'xtata olmayman. Agar buni meni deb qilayotgan bo'lsang, qo'y kerak emas. Arzimayman bunga. Arziysan, Ko'la. Ke, safar oldidan pishib o'tiramiz. Ketdik. Nima uchun olding tayoqni? Ana ko'rdingmi? Topolmading. Bu tayoq emas, yig'ma narvon. O'zim ixtiro qilganman. Tayoq bilan muzeyga qo'yishmaydi. Cho'loqlarni qo'yishadi. Xo'sh, qalay?
Bilganingni qil. O'sha yurishing yoqmayapti menga. Yana, tramvay ham tayyor ekan. Yura tezroq. Tasviriy san'at muzeyini o'g'irlashning sinashda qulay usullari bor. Biroq Vorobyov hech kim hali qo'llamagan usulni ishga solib, bu sohada yangi yo'l ochdi. Vorobyovning rejasi qaltis, jo'yalik va har bir ulug' ish singari oddiy edi. Valya, odamlarning ko'pligini qara. Ular Rembrandt asarlarini ko'rgani uzoq yaqindan kelishgan. Ishga daxli yo'q gaplaringni yig'ishtir. Operatsiya boshlandi. Orqamdan. Orqamdan hojatxonaga borasan. O'takam yorilayotgan bo'lsa ham qistamayapti. Ikkovini ham bir nomerga. Yaxshi. La'nata. Kalla varam, qo'ysang-chi bu ishni. Biletlarni. Bo'lmasa kiritishmaydi bizni. O'zimizni shu yerda ishlayotgan qilib ko'rsatamiz. Biletlarning nima keragi bor, kalla varam. Bo'lmasa nega o'zing o'xshaysan? Axir qo'lingdagi hassamas narvon-ku. Mana bu tanqiding o'rinli. Rahmat. Nima qilmoqchisizlar? Reklamatsiyaga olib ketamiz. Restavratsiyaga deng. Aha. Sizlarni birinchi marta ko'rayotgandekman. Xizmatchilaring shunaqa ko'pki, hammasini eslab bo'ladimi? Ha, to'g'ri. Kolya, meni shu yerda kuttir. Odatan bu tahlikali damda Nikolay Sergeyevichning ko'z oldiga dahshatli narsalar kelishi kerak edi. Biroq aksga olib ko'z oldiga hech narsa kelmadi. Signalizatsiya ishlamasligi uchun tokni o'chirib keldim. To'g'ri qilibsiz. Narvonni ushlab turing. Bajonatim. Kolya, suratni usha. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Niye suratni olib qo'yishyapti? O'rtoqlar, xavotirlamanglar. Suratni restavratsiyaga olib ketishyapti. O'zi tupa-tuzukku nimasini restavratsiya qilish? Qayoqqa olib ketishyapti bu suratni? Restavratsiyaga. Restavratsiya. Yaxshi. Yo'l beringlar. Qani Kolya uzatchi. Qani, bo'l, uzat menga. Tezroq, tezroq. Qo'yib yuboring. Qo'yib yubor. Qani, boshini bo'ynimga ilchi. Ana shunday. Narvonni ol deyapman. Ehtiyot bo'ling. Minnatdorman. Arzimaydi.
Meni kutib tur, tokni ulab kelay. Juftani uraylik tezroq bu yerdan, tok bo'lsa o'zlari ulashaveradi. Axir butun muzeydagi signalizatsiyani o'chirib qo'yganman, tag'in boshqa o'g'irlar foydalanib qolish Bunday bo'lsa bora qol. Ha, darvoqe, narvonni yig'ib tur. Ko'la, qaysini istasan? Biz bu yerdamiz. Biz deganing kim? Haligi yigit bilan-da. Uni tiyma, ikkovimiz o'g'irlagan suratchi. Oyoq och. Kel. Band! Yopish kerak. Nima olib ketyapsiz? Rembrandt asarini. Mana, ko'rdingmi? Hamma vaqt rost gapirish kerak. Qani? Azizlar o'tkazib yuboraymiz-da. O'rtoqlar. Bu muzeydagi suratni olib ketyapti. Bu xalq mulki axir. Ko'zingizga Hazır qarang. bo'ling, yosh qiz. Qanaqa gap? Ko'la, chiqdingmi? Ha, shu yerdaman, chiqdim. Oldinga o'tinglar o'rtoqlar, oldinga. Ko'z oldimga keltiryapman. Hozir muzeyda to'sh topalan, militsiya mashinalari, ularning chinqirishi, muzeyni qurshab olishgan. Muzeyga kelganlarni tintishyapti. Militsiya! Yordam beringlar. Ko'la! Senga nima bo'ldi? Tez yordam ishladi. Odam jon beryapti. Familiyasi? Myachkov. Ismi Sharifov. Nikolay Sergeyevich. Nima keragi bor? Tezroq kelinglar, axir. Yoshi nechada? 60da. Yoshi nima aloqasi bor? Turar joyi? Begavaya 31, 5-kvartira. Bemorning harorati bormi? Axir o'lim bilan olish yotibdi-ku, qanaqasiga isitmasini o'lchayman. Qayeri og'rirgan? O'zini bilmay cho'zilib yotibdi. Kutinglar, vrach boradi. Xo'sh, tuzaymisan, Kola? Tuzayman. Qayering og'riyapti? Vijdonim. Mana validol. Darrov mana uni tiling tagiga tashlab ol. Picha dam olib olaylik. Keyin suratni sen Fideyingga olib borib tashlayverasan. Yo'qolishi bilanoq uni darrov topgan bo'lasan. O'zim ham niyatim undan iloji boricha tezroq qutulish. Ammo men uni qidirish ishi boshlangandan keyin qaytaraman. Borib baroq olib borsak, o'g'irlanganini qayerdan eshitib hayron bo'lishadi. Unda tezroq Fedeyevning oldiga bor. Yo'qsa qidiruv ishini boshqa odamga topshirib qo'yishi mumkin. Ha? Fyodor Fyodorovich. Biror ishni topshira olmaysizmi menga? Shov-shuvli. Qayerdan olay? Bilasizmi, ko'nglim sezyapti. Bugun menimcha olamshumul jinoyat sodir bo'lgan. Bizda olamshumul jinoyat yuz berishi mumkin emas.
Ish pachava. Eshikni buzish kerak. Balki qutqarib qolarmiz uni. Darrov uy boshqaruvchisi bilan ustani topib keling. Tezroq bo'linglar. Hech ishonmas ekan sizda. Izn bersangiz, o'sha suratni shunchaki bekorchilikka topib berardim. Qaysi suratni? Hali sizga xabar etib kelmadimi? Yo'q, sizgachi. Menga ham kelgani yo'q. Hech qanday. Hozir boplaymiz. Ushlab turing-chi. Qani? Hech kim yo'q. Bundan chiqdi uy egasi tirik ekan. Qayoqqadir ketgan. Biz bo'lsak, eshikni buzib o'tiribmiz. Kim javob beradi bunga? Bunaqa bemazagarchilikni birinchi ko'rishim. Qancha kasallar yo'limga ko'z tutib turibdi. Qandaydir myachkivingiz meni ishdan qoldiryapti. Bir jarima to'lasa keyin biladi. Mana akt. Qo'l qo'ying. Ketdik. Qani, eshikni tuzatib qo'y. Menga haqini kim to'laydi? Unda bunday qil. Sen uy egasini kut. Bir yo'la uyni ham poylaysan. Kelgandan keyin o'zi bilan kelishib olasan. Sizni vazifangiz shuki, Ivan Petrovich. Qanday bo'lmasin, uni qo'lga olish. Harakat qilaman, o'rtoq kapitan. O'lsangiz o'ling, lekin uni tiriklay qo'lga tushiring. Buyrug'ingiz bajariladi, o'rtoq kapitan. Kimdir kelyapti. Basharti u shunday dahshatli ishga bel bog'lagan ekan, quroli bo'lishi kerak. To'pponchasi bor uni. Jim. Meni buyrug'imsiz otmanglar. Otadigan bo'lsa, qayerni mo'ljaga olaylik. Alo. Menman qidirib kelishdi. Uyim qamalda. Ammo seni sotmayman. Valya, qayoqqa? Turmaga! Hozir jonini sug'urib olaman bu muttahamni. Ha, bopla, bo'sh kelma. Ushla. Qo'lini qo'yir. Qani yarimtaga cho'zasizmi? Nega? Qiziq ekansiz. Qulfni tutatishim kerak. Boshim joyiga qo'yishim kerak. Ustiga ustak yelkam zirqirayapti. Osonda o'ylasdim shunday eshikni buzib kirishni. Kimsiz o'zi? Kim bo'lardi? Slesarmi? Uy boshqarmasidan. Slesar. Ha? Fidayev o'zdami? Yarasini bog'latgani ketdi. Kutib turaman. Xo'sh, uni ko'rdingmi? Qayerdan kelib qolding? Qo'yib yuborishdi-da seni. Fediyevga uchrashdingmi? Qayerlarda tentirib yuribdi, hayronman. Kechirasiz. Fideyev nega kerak qoldi desam, javob bermayapti o'rtog'ingiz. Umuman yashirishni hojati yo'q. Yolg'iz o'zim urganman muzeyni. Tergovchingizda sira ham ayb yo'q. Nega ayb bo'lmasa? Aybing yo'q tamom. Nega aybing yo'q tamom va salom. Nega ayb bo'lmasa? Yolg'iz o'zim qildim hammasini. Lekin surat meni uyimda turibdi-ku. Senga atayin berib qo'ydim, lekin uni o'g'irlanganini sen bilmagansan. Nega uni o'g'irlanganini bilmas ekanman? Axir o'zim o'g'irladim. Narvonni ham o'zim yasaganman dersan. Narvonni sen yasagansan, lekin meni buyurtmam bo'yicha. Nimaga kerakligini bilmagansan. Bu yolg'onchi. O'ligidek quruq maqtanchoq ekansan. O'rtoqlar, ishimga xalal beryapsizlar. Suratni g'arbda o'g'irlashadi. Bizda uni o'g'irlashdan nima foyda? Tavba. Uni kimga ham sotishardi? Qayerdan kelding bu yerga? Uydan. U yoqda bo'lmadingmi? Yo'q, bo'lmadim. Hech narsani tushunmayman. Axir telefon qilding-ku menga. To'g'ri, xato qilman. Demak, bu yerdagilarning hech narsadan xabari yo'q degan. Xabar yo'q. Nima uchun? O'zim ham hayronman.
O'g'lar, hafta fahim san'at posbonlari. Bo'ldi, hadeb so'kinaverma. Har safargidek chorasini topib qo'yganman. Muzeyga xat yozib, surat o'g'irlanganini aytamiz. Ammo biz o'sha xatga imzo qo'ya olmaymiz-ku. Imzo qo'ymaymiz. Ya, bunchalik past tushmaymiz. Qolaversa o'zing yaxshi bilasan. Bizda imzosiz xatga hech kim ishonmaydi. Gaping to'g'ri. Jahon shumul jinoyat. Boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Aytgandek yana nega soqov masodamda gapiryapsan? Axir sen kar va soqov asabiysan-ku. Bu men maktubingizni oldim. Siz chindan ham o'sha suratni o'g'irladingizmi, a? Esingizni yebsiz. Esini yegan men emas, muzey. Men bebaho san'at asarini o'marsam-u, ular esa parvoyi falak. Nahotki boshqa chora topolmadingiz? Biz hammasini o'ylab ko'rdik. Biz deganingiz kim? Ha? Sherigimning ismini ayta olmayman. Bilasizmi, juda ham noma'qul ishga qo'l urgansizlar. To'g'ri, sizni tushunaman. Ajoyib odamsiz. Hoynahoy biz ana u yoshlar ko'ziga juda g'alati ko'rinayotgandirmiz-a? Ular ham hash-pash deguncha keksayib qolishadi. Menimcha bu ishning oxiri voy. Yaxshisi o'sha suratni muzeyga qaytaringlar. Bu dardisar suratni qaytarish o'g'irlashdan ham qiyin. San'at fidoyilariga alam qiladi albatta. Rembrandtning shunday shoh asarini xalqqa xolisalloh hadya etsalar-u, hech kim ularga hatto rahmat ham demasa-ya. Restavratsiyadan keyin yana ochilibdi. Yolg'izmi? Yo'q, yonda bittasi o'tiribdi. Pensiyaga chiqayotganmishsiz. Xayolimga ham kelgani yo'q. Aksincha, yangi biror jinoiy ish topshirishni so'ramoqchiman undan. Pensiyaga odamni qariganda chiqarishlari noto'g'ri-da. Qani endi pensiyani 18 yoshdan 35 yoshgacha berishsa. Ayni gullagan vaqting. Shu yoshda ishlashni o'zi ham gunoh. Faqat shaxsiy hayotni o'ylash kerak. 35 yoshdan keyin ishga borib kelaversa ham bo'laveradi. Bevafo dunyoda foyda yo'q. Nikolay Sergeyevich, ishingiz bormi menda? Yo'q, keyin kiraman. Salom berdik eski xizmatchiga. Bilaman, meni ko'rgani ko'zingiz yo'q. Lekin ilojimiz qancha? Hayot shu. Siz so'lib borasiz, men gullayman. Hozir uni kekirdagini sug'urib olaman. Men alohida kabinetda ishlashga odatlanganman. Shuning uchun bu xonani ikkiga bo'lamiz. Derazasi ham ikkita ekan. Arxitektura jihatdan imkoni bor buni. Bu tomonini mana u ikki o'rtoq egallaydi. Xo'sh, bu yo'g'ini esa kim? Men. Bu yerga ana uni qo'yaman. Nimani? Veshilka. Xo'sh, haligi u o'tirgan stolni yo'qotish kerak. Shala stolim men keragi yo'q. Bilasizmi siz kimsiz? Bilasizmi? Muttaham odamsiz!
Siz lag'ish qildosiz. Siz yalaxo'rsiz. Joriy etilgan tartibga ko'ra, barcha inkassatorlarni yilda bir marta otish bo'yicha imtihondan o'tkazishadi. Bordi-yu biron bir inkassator belgilangan normani bajara olmasa yoki nishonni mo'ljalga ola olmasa, unda uni baribir ishda qoldirishadi. Anya. Hozir kelaman. Nima? Suratda deb qo'lga tushdinglarmi? Yo'q, Valentin Petrovich, bu ishda sizni ishtirokchiligingizni bilmovdi. U menga siz haqingizda lommam degani yo'q. Baribir og'zi bo'sh. Hamma gapdan xabaring bor ekan, til biriktirishimiz oson bo'ladi. Bugun kechqurun ishlaysanmi? Ishlayman. Ancha-muncha pul bo'ladimi? 2000 ga yetib qolar deyman. Ko'proq bo'lishi ham mumkin. Ma'qul, unda bugun kechqurun seni to'nayman. Xiyonatkor. Nega? Anna Pavlovnani to'nashini istamayman. Sizni to'na olmayman. Sen to'namaysan, bu jinoiy ishni tekshirasan bildingmi? Qanaqasiga? Qanday qilib qo'lingdagi pulni olishni Yo'q, shoshmanglar. Gaplaringizdan go'yo meros edik. Yo'q, aslo. To'g'ri qilasiz. Hayronman, nima uchun yo'q deyapsan? Yo'q, axir buni oxiri voy bo'ladi-ku. Keyin militsiyaga xabar qilasan. Keyinchi? Keyin ishni prokuraturaga oshirishadi, uni kollega topshirishadi, u esa pullarni topadi, keyin uni pensiyaga chiqarishmaydi. Qatdan topaman pulni? Galvar, uni senga o'zim topshiraman. Shoshmanglar, sabr qilinglar. Axir menda qurol bor-ku. Sizlarga o'q uzishga majbur bo'laman-ku. Sen mo'ljallamay ot. Voy, qamab qo'yishadi sizlarni. Rosa lapashan ekansanlar-ku, hali senlar bilan ish qilmoqchimanmi? Sen militsiyaga men emas, boshqa odam qiyofasini chizib berasan. Shuni ham o'rgatish kerakmi? Nikolay Sergeyevich, siz uchun har ishga tayyorman. Lekin halol xotinman. Vijdonimga xilof ish qila olmayman-ku axir. Shuning uchun sevaman-da sizni. Yaxshi avval kelishib olaylik, qanday qilishni unda qil. Val. Xo'p, Anna Pavlovnani to'laylik. Uning dugonasini to'laymiz. Qaysi dugonamni ekan? Axir bordir dugonangiz, inkassatorlardan. U opasini otib tashlaydi-ku Valentin Petrovichni. Unga hamma gapni tushuntiramiz. Menga baribir puli bo'lsa bas. Yo'q, ishonmayman xotinlarga. Ularni sizdan yaxshiroq bilaman. Unda nima qilamiz? Hech qanaqa dugonam bo'lmaydi. Mayli, meni to'nayveringlar. Kedi oyoq toymasligi uchun. Payqaganmisan? Amerika filmlarida odatda jins kiyib to'nashadi. Buni bir siri bo'lsa kerak. Xo'sh, shlyapa kerak emas. Chopayotganimda shamol uchirib ketishi mumkin. Hali shamol tezligida chopmoqchimisan? Xo'sh, qalay, zo'rmanmi? Vale, balki hali ham senga nima bo'ldi? Vale. Masha, Lyusia. Nima qildi dadamga? Tobi qochib qoldi. Dori bering. Tez yordamga qo'ng'iroq qil. Hozir. Sen meni o'rnimga borasan. Nima? Yo'q, esing joydami? Eplolmayman, yo'q, qo'limdan kelmaydi. O'rganasan. Vale, menga rahm qil. Tezroq, bu o'layotgan odamning vasiyati, uni vasiyati qonun. Vale, o'lmagin. Tezroq Anya kutadi, yo'qsa o'zim. Vale. Mayli. Boraman. Mayli, boraman. Anishka. Ha? Salom. Salom. Nima uchun siz keldingiz? Valentin Petrovich og'rib qoldi. Xudoga shukr. Yo'q, unga nima bo'ldi demoqchi edim. Yuragi chatoqroq. Mana shuning uchun ham sizni men to'layman. Boshqa hech kim yo'q. Ha, yo'q, siz to'nashmas, tergov qilishingiz kerak. Hech vaqti yo'q. Unisini ham bunisini ham qilaveraman. Qaltam bering. Xo'p, qochdim. Siz voy tortib chiqaring-da. Osmonga qarab oting. Darrov otmang, tutib olishadi bo'lmasa meni. Yo'q, qo'rqib ketyapman. Tutib olishsa-chi? Ammo boshqa iloji yo'q. O'layotganning amri bu. Xudoyim, ahvoli shunchalik chatoqmi? Umid qilamanki tuzaladi. Lekin uning gapi men uchun qonun. Yo'l qo'ymayman. Bu ishni qilmaysiz. Azizim suyangan tog'imsiz. Ha? Meni jonimsiz. To'xta! To'xta, otaman!
yoqmayapsan? To'xtang! deyapman. Anya, pullarga qarab tur. Yo'q. Axir mashinani tashlab keta olmayman-ku. Men esa jinoyatchini. To'xta, Anya. Nikolay Sergeyevich, to'xtang, dam olib oling. Ko'p soqish yaramaydi sizni yoshingizda. Meni sog'ligimni o'ylayotganingiz uchun boshim osmonga yetdi. To'xtang. Nikolay Sergeyevich, to'xtang deyapman sizga. Nafasingizni rostlab oling. Endi xavf yo'q. Anya, to'xta. To'xta, Anya. Anya, pullarga qarab tur. Nima? Pullarga qarab tur deyapman senga. Xo'p, mana hozir. Obbo, ha, qochib ketdi. Tezda militsiyaga xabar qilish kerak. Qani jo'nadik. Tezroq o'tir. Chekishing bormi? Chekmayman. Hali chekmayman degan. Voy la'nat. Alo. Bu men. Voy. Xayriyat-ye. Men bu yerda jinni bo'layozdim. Endi bu yog'iga tashvishlanmang. Hammasi joyida. Ertagayoq boshlayman tekshirishni. Pullar hammasi qancha edi? 2372 so'm 16 tiyin. Qanday dahshat. Nima dedingiz? Anya, pullaringiz xalta-paltasi bilan qo'limda. Xotirjam bo'lavering. Nikolay Sergeyevich, biz ikkovimiz yurist. Xohlamagan kishini zo'rlab pensiya chiqarish mumkin emasligini yaxshi bilamiz. Axir qachon ariza berasiz aytsangiz-chi. Boshingizga nima qildi? Hech qisi yo'q, banditlar o'qi. Ariza bermayman. Unda sizga bir qiyin ish topshiraman-da. Vazifasini uddalay olmadi deb shartda bo'shataman qo'yaman. Inkassator tunab ketishgani haqidagi ish topshirmoqchimisiz? Topdingiz. Aholisi ko'p shaharda bir o'rin topish. Bilaman, sizga qiyin. Menga oson. Umuman qadrimga yetmayapsiz. Yo'q, Praskudini boplaganingizdan beri fikrimni o'zgartirdim. Minnatdorman. Praskudiningizga aytib qo'ying. Bundan keyin o'ziga boshqa ish topsin. Inkassatorni o'zim ham olaman. Chol o'g'irlagandi. Quvlayotganda hozir dumalab tushadi deb o'yladim. Nega tutmading bo'lmasa? Yoshida u, 20 yoshlar atrofida. Xuddi sizga o'xshagan chol edi. Qanaqa kiyimda edi? Oddiygina edi. Bilasizmi, u bosh yalang, uzun plastik edi. Unisida kurtka, sportchilar kiyadigan shim bor edi. Nima uchun gaplaringiz bunday bir-biriga teskari? Rost, Anya, sen nimalar deyapsan o'zi? Aralashmasang-chi, Anya, o'rtoq tergovchi, men tergov qilyapsizmi unimi? U haq, aralashmaysiz. Kimni tunashdi, unimi, menimi?
Bu ham to'g'ri. Ammo uni sizga o'xshaydigan chol tunadi. Sen uni faqat orqasidan ko'rding-ku. Ha? O'rtoq tergovchi, bir lahzaga o'rningizdan turing. Aybga bo'lmaysiz, turing. Mana endi hozir ko'rasan. Malol kelmasa orqangizni o'giring. Ana endi biroz chopib ko'ring. Xonada chop bo'ladimi? Mayli, joyingizda choping. Bilasizmi, meni kechirasiz-u, agar tergovchi bo'lmaganingizda siz o'g'irlagansiz derdim. Uni sen bir pasda qo'yib yetarding. O, sizga darrov yetib olardim. Nima uchun darrov yetib olardingiz menga? Sizga darrov yetib olardi. Pecha, haydovchi bilan borib, mashinani tekshiring. Baribir o'g'ri chol edi. Menda men rahmat. Sizdan o'tinib so'rayman. Ko'rsatmangizni o'zgartirsangiz. So'rada meni bir barzangi to'ladi. Oldimga kelib yo'g'on ovoz bilan chekishdan bormi deb so'radi. Men unga chekmayman deb aytdim deysiz. Qiziq, siz o'g'rini ko'rinishi bilan kimning ishi bor? Axir u bo'lmagan. Bilsizlar-ku, uni qaytarib berasiz. O'g'rini tutmaysiz. Axir siz o'zingiz tutib bermaysiz-ku. Bordi-yu sizni o'sha barzangi to'nagan bo'lsa. Meni u to'namagan. Siz to'nab ketdingiz. Bilasizmi, pulni qaytarib bersa ham bo'lardi endi. U hovlidan chopib chiqib, mana bu uyning orqasiga o'tib ketdi. Menimcha qidiruvni boshlasak ham bo'ladi. Foydasi yo'q. Umuman men bu yerga sizni ilgarigi uddabroligingizni hurmat qilganimdan keldim. Pulni o'sha atrofga bekitgani aniq, bilib turibman. Ulardan qochib kelayotganda. Bilasizmi, menimcha ham shunday. Ha, esimga tushdi. Xo'sh. O'g'ri mana bu yerda burchakda imirzlab qoldi. Bilasizmi, menimcha ham xaltani olib qochish oson bo'lgan emas unga. Xalta dalilda. To'g'ri. Qaytaga xaltani yashirgani durust, keyin kelib olib ketaveradi. Xaltani olib ketishini istagancha vaqti bo'lgan-ku axir. Uni topilishiga ishonaman. Shoshilmang, sabr qiling. Yo'q, nima uchundir ishonchim komil. Bu yoqqa yuringlar-chi. Mayli, yuringchi. Nimadir bor bu yerda. Nima bo'lardi? Mana. Yo'q, tavba, aql bovar qilmaydi. Qani? Shoshmay, nima uchun muhr uzib tashlangan? Mana 555 700 800. Nega bunaqa? Cho'g'i kamroq. Jami 1572 so'm, qolgan 800 qayerga g'oyib bo'ldi? Ajablanadigan yeri yo'q buni. O'g'ri yo'l-yo'lakay muhrini uzgan-u, bir pachkasini cho'ntagiga urib, qolganini keyin olarman deb yashirib qo'ygan. Nimalarni bildiryapsiz? Xo'sh, bo'lmasa, o'sha pullarni men olgan ekanman-da. Unaqa deyotganim yo'q, lekin qolgan 800 so'mi qayerga g'oyib bo'ldi? Uni jinoyatchi sarf qilib yuborgan. Nega endi sarf qilar ekan? Nimaga sarf qiladi? Nima haqqi bor ekan uni sarf qilishga? Men sarf qilganim yo'q uni. Sizga nima daxli bor? Agar bilsangiz men sizni, ammo siz Yashadat xotin ekan-ku. Unaqa demang uni. U ayolning naqadar oliyjanob ekanligini bilmaysiz. Ochig'ini aytaver. Hammasini bilaman. Nimani? Sen atigi 1,5 mingni qaytargansan. Kim aytdi buni senga? Anya aytdi. Hammasini qaytarmaganingdan bildimki, bir baloga yo'liqqansan. Nima bu? 800 so'm. Olmayman. Seni yig' nima haromxo'r degan nom olaylikmi? Har qanday g'alamuslar ham qaraganda vijdonan eziladi. Gunohlarini yuvish uchun xayrli ishlar qilishadi. Axir biz ikkovimiz halol yashadik. Keko'la. Halol. O'laylik. To'g'ri, vali, gaplaringga qo'shilaman. O'zim ham shu to'g'rida o'ylayverib adoy tomon bo'ldim. Na uyquda halovatim bor, na yegan ichganimda. Yo'q dema, olaver qo'la. Yo'q, olmayman. Fijayevga nima deyman? Qayerdan topdim deyman? Yana tarnovichga tiqib qo'yasan. Hech kim ishonmaydi endi. Bir amallab yo'lini toparsan axir.
Bu yig'ib yurgan pullaringdir. Ishing emasmi? Yur, uyga ketamiz. Yomg'irni juda yaxshi ko'raman. Ayniqsa sharros quysa. Shamollab qolmay tag'in. Endi turdim kasaldan. Unday bo'lsa ketdik. Kitoblaringni har qalay olib qolibsan. Qabul qilishmadi. Qoyil. Haqiqiy inson ekansan, endi tushundim. Fyodor Fyodorovich. Xo'sh. Mana o'sha yetmagan 800 so'm. Nikolay Sergeyevich, tushunaman. Ishda qolishini jon dilingizdan xohlaysiz. Shu vajdan har safar o'z pulingizni olib kelyapsiz. To'g'ri, lekin bu pullar meniki emas, chin so'zim. Xo'p, sizniki bo'lmasa bankka topshiring. Demak, ishdan ketishim aniq ekanda, bekorga ovora bo'lmanda. Meni o'rnimda bo'lganda siz ham xuddi shunday qilgan bo'lardingiz. Fyodor Fyodorovich, meni baxtimdan o'tishga jazm qilgan ekansiz. Pensiyaga jo'natmang. Iltimos ustimdan jinoiy ish qo'zg'ating. Nima uchun? Shuning uchunki inkassatorni men tunaganman. Bungacha muzeydan Rembrandt asarini o'g'irlaganman. Lekin asar o'g'irlanganini payqashmadi. Keyin nochor olib qo'ydim joyga. Yolg'on yoshil gaplaringizdan rosa to'ydim. Odam rost gapirsa, nimagadir ishonishmaydi unga. Qamoqqa oling meni. Xohlaysizmi? Sizga yaxshi sanatoriyaga putovka to'g'rilab beraman. Demak, yo'ding. Hayda, ketdik. Pulni bankka o'zingiz topshiring. Petya, Labay. Avaqtani kaliti sendami? Menda. Ochib ber uni. Endi Petya. Ustimdan qulflab qo'y. Nimaga? Men qamoqqa olindim. Iye? Qaysi aybingiz uchun? O'g'irlik uchun? Qamoqqa olish to'g'risida ko'rsatma qani? Hozir yozib beraman uni. O'rtoq Fidayev, ijozat eting axborot berishga tergovchi Myachkov o'zini o'zi qamadi. Chiqing bu yerdan. Xizmat vazifangizni suiiste'mol qilyapsiz. To sud bo'lmaguncha chiqmayman. Tegma menga. O'zingiz bilasiz, kuch ishlatishni qonun man etadi. Xo'p, yaxshi. Ko'nglingizni siqqanicha o'tiravering. Ammo siz Petya, eshikni aslo qulflamang. O'tiribsizmi, Nikolay Sergeyevich? Ilojim qancha o'tiribman? Ovqatlangani ketyapsiz. Nikolay Sergeyevich avvaqtira o'tirishni xohlardi. Lekin ochlik e'lon qilishni xayoliga ham keltirmasdi. Petya, nega menga ovqat olib kelishmayapti? Siz uchun talon berishmagan menga. Qonim ochib ketdi-yu. Oshxonaga borib ovqatlaning qo'ying. Yo'q aka. Menga ovqat olib kel. Mengaligini aytsang, ustiga sarda solmasdan beradi. Kompyuterni olaymi? Kisal aloqa. Yaxshi. Ovqatga oxirgi marta pul to'layapman, bilib qo'y. Qamoqdagilarni bepul boqishadi. Myachkov qani? Ana, vaqtida ovqatlanyapti. Nega bunday qilding? Axir meni haq gapni aytishga o'zing o'rgatganding-ku. Lekin har narsani me'yori bor. Ammo haqiqat uchun me'yor yo'q. Halol odamligimcha qolishni istayman. Men jinoyat yo'liga kirdimmi? Jazo olishim ham kerak. Axir biz nojo'ya ish qilganimiz yo'q-ku. Senga shunday tuyuladi-da. Kirgach, meni ham oldinga.
Ikkalamiz o'tiramiz. Ana shunda halol bo'ladi. Yo'q, Vali. Yo'l qo'ymayman bunga. Seni bola chaqang bor. Uyingga ket. O'zim o'tiraman. Mendan Anyaga salom ayt. Ayt, xafa bo'lmasin. O'zingni bekorga fido qilyapsan. Baribir hech kim yetmaydi buni qadriga. Buni boshqalar uchun emas. O'zim uchun qilyapman. Sud majlisini davom ettiramiz. O'tirishingizni so'rayman. Myachikovning so'nggi paytlarda ko'rgan tushlari qariyb 10 dan kelardi. Gap shundaki, filmimiz xotimasida u hayotiy tushlar ko'rishga odatlandi. Bularni odam o'ngda ham xuddi shunday, yo bo'lmasa qisman shunday ko'rish ehtimoldan xoli emas. Sudlanuvchi nuqul bichib to'qiyapti. Suratni o'g'irlash aslo mumkin emas bizning muzeydan. Bir o'ylab ko'ringlar, tergovchi o'g'irlik qildi degan fikrni o'zi shakkoklik. Tergovchilar aksincha o'g'irlamaydi. Nikolay Sergeyevich, meni kechiring, ayb menda. Siz to'g'risida bekorga yomon fikrga borgan ekan. Xo'sh, nima uchun pensiya chiqmoqchisiz? Biz bilan qolmoqchi edingiz-ku. Allaqachon pensiyaga chiqish kerak edi. Jim bo'ling. Istayman. Lekin arzimayman. Arziysan, Kolya. Arziysiz, Nikolay Sergeyevich. O'tinaman sizdan. O'tinaman. Uylaning menga. Roziman. Qarang, Rembrandt asarini o'g'irlab ketish oson. Arziysan, Kolya. Bu odam endi domino o'ynash kerak. Tag'in Rembrandt asarini olib ketisharmish. Shunday qilmasin. Quruq tumanib bo'lmaymishlariga. Sudlanuvchi aytgan gaplaring hammasi to'ppa-to'g'ri, lekin bu ishlarni men qilganman. Yo'q, men. Pulni shunday oliyjanob odamdan men o'g'irlaganman. Sudlanuvchi halol. Salkam Avliyo. Siz arziysiz, Nikolay Sergeyevich. Pyotr Fyodorovich. Sizga nima qildi? Banditlar o'qi a'zoyi badanimni ilma teshik qilib yubordi. Mana o'sha 2372 so'm. Bu 16 tiyin. Rembrandt asarini men o'g'irladim. Inkassatorni ham men to'nadim. Qani chiq bu yerdan. O'rta Vorobyev. Qo'yvoy. O'rta Vorobyev. Yolg'on aytyapti. O'zi yolg'on aytyapti. Bu meni joyim. Bu yerda senga o'rin yo'q. Bu meni joyim. Kolya. Kolya. Axir menga oxirgi so'z bersanglarchi. Grajdan sudyalar. Qarilik dilxushlikdan yiroq. Kishi qarigani bilan qalbi yosh bo'lib qolaveradi. Faqat buni o'zidan boshqa hech kim sezmaydi. Mana shu boisdan uni qaridi deb butunlay odamgarchilikdan chiqarib qo'yish aslo adolatdan emas. Nikolay Sergeyevich, kech bo'lib qoldi. Shu yerda yotib qolasizmi? Yo bo'lmasa uyga ketasizmi? odamning yoshi yillar bilan o'lchanmaydi. Baxt kishiga qaraganda ham kelaveradi. Eng muhimi yosh ekanligingga ishonch hosil qilishda. Ana shunda hamma ish joyida bo'ladi.